Yaxshimsizlar do'stlar. Bugun sizlarga yana Koreyaning ofat xarakterlik harakatli filmini tavsiya qilaman. Bu filmning boshlanishi dunyoga taniqli film 2012 ning voqealigiga o'xshab qolgan bo'lib, tuyuqsiz bir qitimliq yer davrash ofatida binolar o'rilib, yer qatlami o'ltirishib, xalq og'ir talafot tortdi. Koreya hukumat taraf tizimli tadbir qo'llanib, yer davrashning sababini aniqlab chiqdi. Bu qitimliq yer davrash Jungo Chochen chegarasiga joylashgan yanar tog'ning portlashidan eqib chiqqan magmalar yer qatlamiga eqib kirganlikdan kelib chiqqan bo'lib, yana qayta portlash oldida turadi. Bu yanar tog'ning yana qayta portlab, texmi cho'ng ziyonni keltirib chiqishining oldini olish uchun Koreya taraf kuchi zo'r yadro bombasi orqali yanar tog'ni portlatmoqchi bo'ldi. Afsuski, bunda kuchi zo'r yadro bombani Chochen zamindan elib chiqishga to'g'ri keladi. Koreyaning alayda qism bir afrat mushu vazifani o'rindash uchun atlandi. Bular vazifani o'ngishli o'rindayalarmi? Koreya xalqi kelish oldida turgan bu ofatni zodi qanday qildilar? Buningga qiziqsangiz, menga qo'ng'iroq qilish bilan birga salonni qo'shib bu filmning to'liq nusxasini ko'ring.